Maryam asari. Birinchi qism. Go'zal yurtimizning muhabbat bog'bonlari bo'lmish muhtaram ustozlarga, ularning umr yo'ldoshlari va farzandlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ushbu kitobni boshlang'ich sinfda Maryamning qalbiga o'qish va ilm olishga muhabbat uyg'otgan Muharram ustozga bag'ishlayman. Alishan Kapakliyev. O'z dostonimni yozaman. Suyukli onajon va otajon, men orzularimni amalga oshirishni xohlayman. O'z rangimda gullashimga imkon bermaydigan va meni suvsiz qolgan guldek so'lib qolishimga zamin yaratadigan bu muhitdan qutulishni istayman. Jaholat xuddi 7 boshli ajdarhodek ustimga yopirilgan va bolaligimni o'g'irlagan bu qishloqdan bosh olib ketishni istayman. Kelajagim sari qanot qoqib uchsam, maqsadlarimga erishsam deyman. Nega menga qarshi chiqyapsiz? Sizlar meni erkinligimga olib boradigan eshikni ochishni istamaysiz, chunki menga ishonmaysiz. Bilaman, sizlar mendan xavotirdasiz va boshimga biror kulfat tushishidan qo'rqasiz. Lekin bir kun kelib, men zanjirlarni albatta uzaman va necha asrlardan beri davom etib kelayotgan bu qullik tizimini o'zgartiraman. Men chiqmoqchi bo'lgan bu hayot yo'lida sizlar bilan qarama-qarshi bo'lishni istamayman. Lekin ko'rinib turibdiki, sizlar bilan ham bu yo'lda davom etolmayman. Ochig'i, sizlarsiz oldinga qanday intilishni ham bilmayman. Sizning mehrli nikohlaringizga ehtiyojim bor, ona. Sizning hech kimga ko'rsatmasangiz ham mehringizni his qildiradigan o'sha qalbingizga ehtiyojim bor, ota. Qizingizning bu kichik qishloqqa sig'maydigan ulkan orzularini ko'rib o'tinaman. Qarshimda emas, yonimda turing. Maktabda ilk urug'lari ekilgan orzularim unib chiqdi. Endi o'sha niholning ulkan daraxtga aylanish vaqti keldi. Men sizlarning tuproqlaringizga ekildim. Endi mehringiz bilan ko'ngil bog'ingizda gullab yashnashni, so'ngra orzularim yurtida unib o'sishni xohlayman. O'tinaman, quyoshim bo'ling, kaqragan tuproqlarimga obi hayot bo'ling. Agar bu qo'lingizdan kelmasa, loqal yo'limga to'g'anoq bo'lmang. Men bu yo'lni sizlar bilan birga bosib o'tishni istayman. Agar menga yo'q, biz sen bilan birga bormaymiz, yolg'iz o'zingni ham qo'ymaymiz desangiz, bilingki, men bu yo'lga chiqdim. Qanoti singan qushdek oqsoqlansam ham yo'limdan qaytmayman. Men yo sizlar bilan oldinga qadam bosaman, yo sizlarsiz. Lekin men sizlar bilan yanada kuchliroq Maryam bo'lib, yo'limda davom etishni istardim. Agar buning badali jonim bo'lsa ham, orzularimdan voz kechmayman. Men o'z dostonimni o'zim yozaman. Mening vaziyatimni boshdan kechirgan barcha bolalarning qahramoni bo'laman. Qarshimda turasizmi yoki yonimdami? Qaror sizniki. Qizingiz Maryam. Agar otam bilsa, meni ham, sizni ham o'ldiradi. Salom, Alishan og'a. Uydagilarim meni umuman ko'rmagan va tanimaydigan odamga turmushga berishmoqchi. Lekin men turmushga chiqishni emas, o'qishni istayman. Boshlang'ich sinfni birga bitirgan 2 dugonam bor edi. Ularning biri Fotimani hali yosh bo'lishiga qaramay, o'zidan ancha katta odamga majburan turmushga bermoqchi bo'lishdi. Dugonam hali turmushga chiqishni istamagani uchun o'z joniga qasd qildi. Gulsumga kelsak, uni 15 yoshida o'zidan beruxsat erga berishdi. Hozir u juda baxtsiz. Men o'z hayotimga nuqta qo'yishni ham taqdir ekan deb bo'yin egishni ham istamayman. Men o'qishni xohlayman. Siz radioda maktubini o'qigan shirnaklik talabadek mening ham qo'limdan tutasizmi? Bu xabarni sizga Shanliurfaning Sivarak tumani Gunishli qishlog'idan yozyapman. Yoshim 15 da. Polis radiosidagi dasturingizni 5 haftadan beri tinglayman. Men sizga yozmagunimcha, siz menga yozmang. Chunki bu otamning telefoni. Agar begona erkakka xabar yozganimni ko'rsa, meni ham, sizni ham o'ldiradi. Solmoq arafasida bo'lgan va sizdan keladigan madadni umid bilan kutayotgan yolg'iz
gul. Metrodagi begona. Poytaxt Anqara ko'chalarida odamni suyak-suyaklarigacha qaqshatadigan quruq ayoz hukm surardi. Qachon va qaysi tomondan esini noma'lum bo'lgan shamol ba'zan bo'ronga aylanar va oldidan chiqqan qor parchalarini jamlab burchak-burchaklarga yig'ardi. Yo'llar atrofida to'planib qolgan qorlar avtoulovlar harakatini qiyinlashtirardi. Hatto ba'zi mashinalar faqatgina shahar avtobuslarining izidan harakatlanishga majbur bo'lardi. O'qigan maktublarimning xayoli meni tubsiz ummonlar qa'ridan tortib, cheksiz samolar qo'yniga olib kelardi. Kim biladi, yurtimning qaysi burchagida qanchadan-qancha gullar solmaslik uchun faryod chekyapti. Necha nihollar daraxtga aylanolmay zavol bo'lyapti, deb o'ylardim. Shunday xayollar og'ushida kezarkanman, to'satdan yonimda paydo bo'lgan qizimni sezmay qolibman. Qizim, mana otajon, deya xitob qilarkan, xayol og'ushidan sirg'alib chiqdim. Boshimni ko'tarishim bilan nigohim Zuholimning ko'zlariga tushdi. U tabassum qilganida butun dunyo menga kulib qaragandek bo'lardi. U qo'lidagi choy quyilgan finjonni jilmayib menga uzatarkan, har doimgidek, qalbimni qo'shib damlagan choyim qalbingizni isitsin, dedi. Mehrli nigohlari bilan menga qarab turgan qizimning qo'lidan minnatdorligini izhor qilgancha choyni oldim. Biroz avval o'qigan maktubim yelkalarimga o'zining og'irdan og'ir yukini tashlagandi. O'rnimdan turdim. Finjondagi choydan ho'plagancha deraza oldiga keldim. Bir muddat tashqaridagi bo'ronning har tomonga sovurayotgan qor parchalarini tomosha qildim. Bolalarimiz ham shunday sovurilyapti, deb g'o'ldiradim o'zimcha. Zuhal menga yaqinlashib, boshini yelkamga qo'ydi. Qizimning beligacha tushgan sochlarini silarkanman, xayolim hozirgina o'qigan maktubimdagi "Qaniydi qizingizning o'rnida men bo'lsam edi" degan qizda edi. Qizim bir muddat yog'ayotgan qorni tomosha qilganidan so'ng nigohlarini men tomon burib so'radi. "Ota, bu havoda radioga bora olasizmi?" "Ha, boraman." "Kuchli qor tufayli maktablar yopilganini eshitdingizmi?" "Eshitdim, qizim." "Bu sovuqda qanday ketasiz?" Men qor yog'ishi, mashinalarning yo'lda imillab harakatlanishi, radiodasturga bora olish yoki bora olmasligimni emas, balki efir vaqtini kutayotgan tinglovchilarim haqida o'ylardim. Jumladan, qamoqxonadan turib, men endi qamoqxonadan chiqolmayman, chunki umrbod qamoq jazosini o'tayapman. Qolgan umrimni mana shu 4 devor ichida o'tkazaman. Meni tirik tutadigan hech qanday sabab yo'q. Yagona ovunchim har hafta radio dasturingizni tinglashdir, deb maktub yozgan Serkan haqida o'ylardim. Keyin xayolimga yana bir maktub keldi. Men Muxlaning bir tog'li qishlog'ida yashayman. Yoshim 16da. Maktabni yarmida tashlashga majbur bo'ldim. Bizning qishlog'imizda elektr toki yo'q. Dunyoni uyimizdagi kichkina radiodan eshitganlarim orqali taniganman. Har dushanba sizning radio dasturingizni oilaviy orziqib kutamiz. Bobom sizning chiqishlaringizni juda yaxshi ko'radi, deb yozgan Jeydaning radio qarshisida umid bilan kutayotganini tasavvur qildim. Vatan sog'inchidan yuragim o't bo'lib yonmoqda. 3 yildan beri Turkiyaga borolmayapman. Lekin siz Olmoniyaga, to'g'rirog'i bizning uyimizga har hafta tashrif buyurasiz. Dasturingizni tinglarkanman, yurtimning ifori dimog'imga uriladi. Ko'z oldimda bayrog'imiz hilpiraydi. O'zimni go'yo qon qarindoshlarim bilan suhbatlashayotgandek his qilaman, deb yozgan Murodga xayolan jilmayib qo'ydim. Biroz avval o'qigan xatimni ko'rsatib, Zuhalga javob berdim. Boraman, qizim, borishim kerak. Bu maktubda yozilganlarni boshqalar bilan bo'lishishim kerak. Bu hafta ham tinglovchilarim bilan suhbatlashib, ularning ko'nglini olishim zarur. Agar nasibamda borish bo'lsa, yomg'ir, qor va hatto bo'ron ham bunga to'sqinlik qilolmaydi. Yo'llar o'z-o'zidan ochiladi. Agar borish nasib qilmagan bo'lsa, oddiy narsa ham bunga to'sqinlik qiladi. Yo'llar yopiladi, yoxud ostona hatlab ulgurmay, oyog'im toyib yiqilaman va borolmayman.
Sizga shunchalik qattiq ta'sir qilgan maktubga qiziqib qoldim. Dasturdan qaytgach, uni o'qishing uchun albatta senga beraman. Bu maktubni yozgan qizga sening ham yordaming kerak bo'ladi. Voy, otajon, juda ham qiziqtirib qo'ydingiz-ku. Qiziqish yaxshi narsa, bolajonim. U miyani faollashtiradi, o'rganish va rivojlanishga yo'l ochadi. Radiodasturga borish uchun uydan chiqarkanman, farzandlarimning har doimgidan ko'ra mahkamroq bag'rimga bosdim. Chunki biroz avval o'qigan qiymatning maktubidan qattiq ta'sirlangandim. Qor zarralarini o'ynayotgan bo'ron ko'z ochirmasdi. Uydan chiqqanimda ko'cha va yo'laklar kimsasiz edi. Metro tomon yurarkanman, sovuqdan yuzlarim muzlay boshlaganini his qildim. Bu havoda men uydan olib chiqqan kuch hikoyalari tugallanmagan insonlar qalbiga ora kirish va o'sha hikoyalar tugallanishiga hissa qo'shish edi. Men o'qigan har bir maktub ichimni yoqishda davom etarkan, yuzimni muzlayotgan sovuqning nima qiymati bor? Metroda hech zoq ko'rinmasdi. Axir bunday ob-havoda o'ta zarur ishi bo'lmagan odamning ko'chaga chiqishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Eshikka eng yaqin bo'lgan o'rindiqlardan biriga o'tirdim. Shundoqqina ro'paramda paltosiga o'ranib uxlab qolgan yigitni ko'rib, miyam ssenariy yoza boshladi. Balki u o'qishdan tashqari ishlashga majbur bo'lgan talabadir, yoki oilasi daromadiga hissa qo'shayotgandir. Balki u o'qishini yarmida tashlab ketishga majbur bo'lgandir. Nima bo'lganidan qat'iy nazar, bu yigitning ham o'z hikoyasi borligi aniq. Egnidagi paltosi ancha o'ringan va rangi o'chib ketganiga qaraganda, bu yigitning hikoyasi ham unchalik havas qiladigan darajada emas. Agar ko'zlarini ochsa, u bilan gaplashardim. Men uchun sirli bo'lib tuyulgan bu yigitdan yo'l bo'yi ko'zimni uzmadim. Uning o'ng qoshi ustidagi chuqur chandiq bir qarashda ko'zga tashlanardi. Yuzidagi har bir chiziqda ulkan ma'no bor edi. Qarovsizlikdan va sovuqdan yorilib ketgan lablari beixtiyor qimtinar va yuzida achchiq ifoda paydo bo'lardi. Yigitni kuzatganim sayin qiziqishim ortib borardi. Metroning ichi iliq bo'lishiga qaramay, yigit paltosiga burkanib olgan edi. Ehtimol, u uzoq vaqt sovuqda qolgandir. Balki uning boradigan joyi, uxlaydigan yotog'i yo'qdir. Agar uyg'onsa, u bilan gaplashish uchun albatta biron bir bahona topib, miyamdagi ahmoqona savollarga javob olardim. Metro to'xtash signalini chalganida o'rnimdan turdim. So'nggi ilinj bilan orqamdagi yigit tomon boshimni burdim. Go'yo unga qaraganimni payqagandek ko'zlarini ochdi. Qaysi bekatga kelganini anglashga urindi. Yigitning yam-yashil ko'zlarini o'shanda ko'rdim. Uning teran nigohlari odamni o'ziga tortardi. Ko'zlarining rangi esa kamdan-kam uchraydigan tusda edi. Aftidan u ham o'zi tushib qoladigan bekatiga yaqinlashib qolgan edi. Qaniydi bir bekatda tushsak, hech bo'lmaganda bir yo'lini topib, uning qayerda ishlashini so'rardim, deya xayolimdan o'tkazdim. Lekin yigit men tushgan bekatda tushmadi. Metro shamolni ortda qoldirib, yana harakatlana boshlaganida, miyamda o'nlab savollar bilan paltomga o'rangancha bekatdan chiqdim. Balki bu yigit bir kun kelib radiodasturimni tinglar, ehtimol u bilan yana biror joyda uchrasharmiz. Chunki hech kim tasodifan bir-biri bilan uchrashmaydi, degan edi bir ustozim. Shu o'ylar bilan radio binosiga yetib kelganimni sezmay qolibman. Ishxonamga kirarkanman, yuzimga shirin tabassum yugurdi. Sovuqdan deyarli muzlab qolgan bo'lsam-da, lekin oxir-oqibat maqsadimga erishgan edim. Radiodagi do'stlarim ikrom qilgan choy bilan ichimga issiq kirdi. Dastur jamoasi menga o'tgan haftadan beri kelgan 12 ta xat berdi va qo'ng'iroq qilganlarning xabarini yetkazdi. Xatlarning 5 tasi qamoqxonalardan, 2 tasi esa xorijdagi hamyurtlarimizdan edi. Dasturni boshlashdan avval tinglovchilarimizga taqdim etadigan musiqalarni tanlab oldim. Hatto bir og'iz so'z aytilmasa ham, ba'zan birgina musiqa tinglovchi bilan mustahkam aloqa o'rnatishda muhim rol o'ynardi. Radiodasturga telefon orqali bog'lanayotgan o'zlarining his-tuyg'ularini va o'y-fikrlarini
bildirish bilan birga ko'plab insonlarning kechinmalari tarjimoni bo'lishardi. Kelayotgan maktublar butun o'lka va dunyo haqiqatlarini studiyaga olib kirardi. Tabiiyki, men har bir shahar yoki qishloqqa borolmasdim. Uchrashishni istaganlar bilan yuzma-yuz ko'risholmasdim. Lekin xohlagan odam menga bog'lanib, yechim izlayotgan muammolarini yetkazishi mumkin edi. Efir boshlandi. Dastlab bir nechta jonli telefon qo'ng'iroqlarini qabul qildim. Odamlar bilan suhbatlashdim. Ularning dil so'zlariga quloq soldim. Tinglovchilar bilan samimiy muloqot o'rnatish baxtiga erishganim uchun Yaratganga shukr qildim. Samimiy muloqot o'rnatmasdan, qalblarga iliqlik bag'ishlamasdan, dillarni tayyorlamasdan va zehnlarda qiziqish uyg'otmasdan qilingan suhbatlar yoki berilgan o'gitlarning aksariyati zoye ketishini juda yaxshi bilardim. Shu payt otam yodimga tushdi. Boshlang'ich maktabda o'qib yurgan yillarimda otam bilan ekin ekish niyatida dalaga chiqdik. O'shanda u menga: "O'g'lim, yer yaxshi haydalmasdan ekilgan urug'lar hasharot va qushlarga yem bo'ladi. Chunki ular tuproqning bag'riga yetib bormaydi. Agar yerni yaxshi tayyorlamasang, qilgan barcha sa'y-harakating behuda ketadi", degan edi. Musiqiy tanaffusdan so'ng zabonimni qalbimning buyrug'iga bo'ysundirib, Qiymatning uzundan-uzun maktubini dona-dona qilib o'qiy boshladim. Maktubda u Shirnakda yashashini, otasi shu paytgacha 4 marta uylanganini, ayni paytda falajlik sabab ishlay olmasligini, oilada naq 19 nafar farzand ekanliklarini, ba'zi paytlarda yeyishga hech vaqo topolmasliklarini, o'qishdan boshqa chorasi qolmagani haqida bayon qilgan edi. Ushbu maktub qalbimni shu qadar larzaga solgan ediki, mening ham qo'limdan tutolasizmi? Meni ham o'qitolasizmi? So'z beraman, sizga yuk bo'lmayman. Uylarning yerto'lalarida yashab, quruq non va suv bilan ham kun ko'ra olaman. Toki siz meni bu yerlardan olib ketib o'qitsangiz bo'ldi, degan joyida ko'z yoshlarimni tutib turolmadim. Ayniqsa, men tengi qizingiz bor ekan, qaniydi qizingiz o'rnida men bo'lsam, degan jumlalarni o'qirkanman, dodlab yuborishimga sal qoldi. Maktubni o'qib bo'lganimdan so'ng radioga kelayotgan telefon qo'ng'iroqlarining keti uzilmayotganidan men bilan birga tinglovchilarning ham qattiq ta'sirlangani sezilib turardi. Boshqaruv stolidagi yigit bir tomondan telefon qo'ng'iroqlarini ulashga urinib, bir tomondan ko'z yoshlarini artardi. Navbatni yana musiqiy tanaffusga berib, o'zim o'yga cho'mdim. Konferensiya o'tkazish uchun men borgan shaharlar, tumanlar, qishloqlar va tong yonbag'irlaridagi maktab-internatlar va u yerdagi bolalar kino tasmasidek ko'z oldimdan o'tardi. Ijro etuvchi Farangiz Murodova. Davomi bor.